o'g'ildan, aka ukadan qochib yurgan vaqtida Janob Rasul faqat ummatning dardida yugurib yurar ekanlar. Hatto payg'ambarlarni, farishtalarni duosi shu bo'lib qolar ekan, Allohumma sallim, meni o'zimni salomat qilsam bo'ldi. Qiyomatda dahshati shu darajada qattiqligini qanday qilib tavsiflash mumkin? Unga til ojiz qiladi. Ojiz. Bitta shuni tavsiflash mumkinki, qiyomatda shiddatini ko'rgan odamlar shu ahvolda turgandan do'zaxga kirsa mayli deyar ekan. Shu ahvolda turgandan do'zaxga kirib ketsa mayli deydi. Ana shunaqa shiddatli holatda ham Janob Rasul ummatim ahvoli nima bo'ladi, yig'lab yurgan ahvollarini Sufi Alloh rahmatullohi alayhi yozib aytadiki, bu ummatlar ajab zisht etdi holini. Zisht etdi holin, ummat ahvolini qarang deydi. Ahvolini qana xuni qivordi deydi. Payg'ambar nima dardda-yu, bular nima dardda yuribdi. Bu ummatlar ajab zisht etdi holin, yopar bid'at bilan sunnat jamolin deydi. Bid'at bilan sunnatni go'zalligini yopib yuribdilar deydi. Bu ummatlar ajab zisht etdi holin, yopar bid'at bilan sunnat jamolin. Bahoyim deb chorpo hayvonni aytadi. Bahoyimdek ishi ichmak yemakdir, quruq til birla ummatimiz demakdir. Boshqa ish yo'q. Bahoyimdek ishi ichmak yemakdir, quruq til birla ummatimiz demakdir. Hazrati Payg'ambar alayhisolatu vassalomga bizlarni ummat qilgan uchun Xudo taborak va taologa behad hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni o'sha bayroqlari ko'tarilganda Janob Payg'ambar alayhisolom bayroqlarning ostida tirilishligini, yig'ilishlikni Xudo hammamizga nasib qilsin. Dunyoda Payg'ambar alayhisolatu vassalomning sunnatlarini bid'at bilan yopaydiganlardan Xudo bizni qilib qo'ymasin. Payg'ambar alayhisolatu vassalom ummatim bormi deganda biz ham ummatlardanmiz deb chiqishdi. Xudo taolo bizga nasib qilsin. Bir ulug' shoir aytgandek, tamomiy kulli ashiyoni Xudoning qudrati qildi. Shu davlat senga yetmasmi? Muhammad ummati qildi. Bundan ortiq bizga davlat yo'q, bundan ortiq bizga boylik yo'q. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Rahmanir Rohim yana qisqagina eng dolzarb mavzulardan biri. Agar bu davrda Xudoyorxon bo'lganda, Xudoyorxon hammamizni kallamizga olib tashlaydigan mavzu. Bu qaysi mavzu? Bu benamozlik mavzusi. Benamozlik haqida bitta qisqagina gap hammamizga yetish kerak. Biz yashashimiz kerak bo'lgan umrimiz agar 60 yil bo'lsa,